Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugungi videomiz bitta yaxshi va bitta yomon xabardan iborat bo'ladi. Yomon xabarimiz o'tgan safar eslasanglar, kichkina 50 litrli akvariumimda kasallik tarqab, hamma baliqlarim kasal bo'ladi va davolashni boshlaganda ming afsuski hammasi nobud bo'ldi. Eski akvariumimni yuvib, tozalab, yangidan joy-joyiga qo'ymoqchi edim. Endi yangi baliqlarim o'lgan bo'lsa ham, baribir yangi baliqlarimni bolalari qoluvdi, malyuklari qoladi va o'sha baliqlarni bitta akvariumga ko'chirmoqchi edim. Ming afsuski, ertalab turib qarasam, akvariumim oynasi mana shu oynasini davomli sinib yotibdi, suv ketgan, xullas yaroqsiz holatga kelib qolgan. Shuning uchun majbur bo'ldim yangi akvarium olishga va birato'la kattaroq akvarium, ya'ni ko'rib turibsizlar, demak 200 litrli akvarium oldim. Bu demak ikkinchi yangiligim va yaxshi yangilik. Undan tashqari narigi boshqa xonada 50 litrdan yangiladim. U yoqda demak kichkina akvariumda tirik tug'adigan jvarodkalarim bo'ladi, ya'ni mechinos, guppi shunga o'xshagan baliqlar. Bu katta 200 litr akvariumda esa bugundan boshlab afrikanskiy baliqlarni boqishni boshlaymiz. Esa hozircha narigi 50 litrli akvariumga guppi va mechinosli bolalarni ko'chirib o'tkazish sababi уже men bu baklashga qo'yib qo'ygandim. Eslasanglar, mana shu katta bo'lib qoldi, lekin baklashga уже kichkinalik qilyapti, o't o'sib ketgan. Xullas bu kichkinalik qilyapti, shuning uchun naryoqda 50 litrli akvarium olib kelganman va o'sha 50 litr akvariumga ko'chirib o'tkazamiz. Bu yoqda afrikanskiy sexlitlarni esa keyingi videoda sizlar bilan albatta birgalikda ko'chirib o'tkazamiz. Toshlarni olib kelganman, dekoratsiya qilib, chiroyli qilib, suvni tiniq holatiga kelgandan so'ng ko'chirib o'tkazamiz. Sekin astalik bilan kichkina baklashkamizda o'sayotgan baliqlarning malyogini sachok yordamida sekin yangi akvariumga 50 litrli yangi akvariumga ko'chirib o'tkazyapmiz. Bunda juda ham ehtiyotkor bo'lishimiz kerak, chunki o'sha sachok baliqlarni qisib, ezib qo'yishi mumkin va bu orqali baliqlarga shikast yetadi, yo nobud bo'lishiga olib keladi. Mana hamma baliqlarimizni ko'chirib o'tkazdik. Albatta biroz vaqt davomida bu baliqlarimiz stress holatda bo'ladi, yo mana shu o'tlarning orqasiga berkinib, yo bir burchaklarda yashirinib turadi to o'rganib olguncha, lekin ertalabgacha o'zlariga kelib, xudo xolasa hammasi o'zini uyidek his qila boshlaydi. Kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimizni, yangi baliqlarimizni, ya'ni yangi afrikanskiy sexlitlarimizni ham ko'chirish videolarini yuklab boramiz.